Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025 yili 11 oyning 29 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq ikki haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Navbatdagi vaziyat haqida degan videoni. Bugun jami 6 cho'ng mazmun bor. Uniki birinchisi yanlam Uyg'ur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlar haqida. Yaqinqi bir cho'ng xabar Londonda yashaydigan inimiz Ezaysa 5 yillik qattiq tirishib bir ingliz kitobini nashr qildi. Bu kitobniki ismi Qamoqdagi ruhlar, Xitoy turmusidagi Uyg'ur mahbuslarning she'rlari degan kitob. Buningda hozir vatanda turma lagerlarga kirib ketgan 28 tak shoirlarniki 60'dan ko'p she'rlari Uyg'urchaga tarjima qilinib, Ezaysa inimiz tarjima qilib buni shuni bir to'plam qilib chiqadi. Bu kitob shu 9 noyabr kuni Londondagi bir nashriyat tarafidan nashr qilinibdi. 12 oyning 16 kuni bu kitobni tarqitish murosimi ochildi ekan Londonda. Shundan keyin Uyg'ur Project Fondi tarmog'idagi Uyg'ur axborot markazi mushu ish to'g'riliq bir video ishlamoqchi. Shu chog'da sizlarga texnik tafsiliy ma'lumot beramiz. Ezaysa inimiz hozir xalqaro qalamkashlar jamiyati, Angliya qalamkashlar jamiyati va Amerika qalamkashlar jamiyatininki to'liq a'zosi. Ashta bo'lib, mushu she'riyat sohasida to'xtamay ahamiyatli ishni qilyotdi. Bu vatanda hozir xalqimizniki Uyg'ur adabiyotchilarimizniki ovozi bo'g'ilib ketdi. Ashta bo'g'ashqa bularni dunyoga tunutish va dunyoda yashatish uchun ishlarni qilyotdi. Ahamiyatli bir ish. Bo'lsa bu kitob hozir Amazonga chiqibdi. Uni setib olib, o'zinglar o'qib, chet ellik ingliz tilida so'zlaydigan do'stlaringlarga uni iyona qilib, so'g'at qilib degandek mushlarni qo'llab qo'ysanglar. Ondan keyin qo'lidan kelgan qarindoshlar Amazonga kirib kitobga bir baho yozib qo'ysanglar. Bu bir xil qo'llash bu ishni. Mushni deb qo'ydim. Yaqindagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, andan keyin Uyg'ur harakati qatorliq tashkilotlar to'xtamay dunyoniki bu yerlarda ahamiyatli ishlarni qilyotdi. Bu ishlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi TV'si xabar qilyotdi o'tirliq. Shunga men ularni takrorlamayman. Shu ishlarni qilayotgan barliq qarindoshlarga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Rahmat. Bugungi ikkinchi mazmun vatan haqida. Vatan haqida videolar pek ko'p emas. Ammo echinish bo'lganlik uchun meniki toza ko'z tishdimi misol taradigan bo'lib qoldim. Yaqinqi necha kun oldin chiqqan bir video mesela ko'rsatib qo'yay, bir Uyg'ur yoshniki erniki bir norozilik videosi. Dadasi bir binolik uylardan bir uy olgan ekan, shu dadasini yo'qlab qolsa, mashinasini kirgizmabdi. Dadasi turadigan cho'ng o'ylaga temir eshiklari bor ekan. Shuna bu kishi bu biroz qaynab bu ahvolga so'zlab bir video chiqarib qo'yibdi ekan. 2 kun oldin Facebook chiqarib qo'ygandim. Chiqasam 2 kunda hozir uni ko'rgan qatim soni 8800 dan oshib ketdi. Bu nimadan darak berdi? Men bu to'g'riliq gap qilmayman. Qarindoshlar o'zal o'ynab qolsanglar bo'ladi. Malik'in Şanlıören'de yerden öğrenciden Şanlıören'den öyep ağaga bunu kılıplar toyap gittim. Bak koronun işinin işte kılıp senin pek çıkarız mı gal? Öyle koyapmıştın içinde. Bak adam kesildi. Koronun aldıda değerinin aldın çıkmalak gel. Maşıkta iştiramızda ayağa tutpan kalıp. Mabay tutpan kalıp soğuğun. Bir kesildiğinin ağırıp silah oldu. Ciddi oturup. Anından keyin yan bir video va mahallani qo'dug'ichilar ekan mana.
Anın yan bir videonu gördüm. Dep, bir kesip Onu bir kızıkarlıkken datlasını kösüp yey. Bir Xitay xotun koçida bir yeydigan bir milerini satqıl turuptu. Qaraganda bu xotunda ayalda nayti juqumluq bir xil kesel bağışaydı. Şuna bazağı saldıgan yeydigan nesinin hemmisini bir ketimden yalap koyup onu. Andikin qıp qoyğul turuptu. Ana qarasaڭlar, nesini bir ketim yalap, her birisini bir ketimden yalap, anındikin ayağa qadap qoyup atıdı. Bunda işlerini biz burun Xitay virusu vaxtlarında mı köygen, manisal kızıkarlık görüp kaldım. Doğru abetin ben mani kösüp kuşunu tukaptım ben. İzzey sayınımızdaki kitabındaki taş mukavvesi mani oxşaydı ki. Alır Amazon'da görüp baksanlar buladı. Anından keyin bulardan başka yine arak içivatkan, sorularda arak içivatkan, dükkanlarda arak içivatkan Uygur ayallarının videosu. Anından keyin Uygur kızını Xitayga setiş bilen münasebetlik koymuculuk işleri doğruluk video çıktı. Abette ben degендek köngülsüz işler ben ularni ko'rsatgim kelmadi sizlarga. Endi degan deydigan so'zlaydigan 3-chi mazmun Xitoy haqida. Ehtimal xabarlardan ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Yaqinda Hong Kongda bir qancha nihoyatda egiz oyliklar binosiga o't ketdi. Hozirga qadar ma'lum bo'lishicha e'lon qilingan son 80-ci qadam o'tib ketdi. Bu yerda nihoyatda egiz binolar. Men shundan videosini sizlarga ko'rsatib qo'ysam bo'pti ekan. Uni unutib qoldim, uni o'ylamay qoldim. Nima necha bir rayondagi necha egiz binolarga tangla o't ketib, cho'ng vayronchilik bo'yotdi hozirgada. Buni sabablarini bu ba'zi binolarni remont qilamiz deb qumishda bir xil qurilmalarni qurib sirtda ish qilgan odamlar uchun qilgan yerlar bor ekan, shu qumush o't ketib, bino o't ketdi deb sadaqatdi. Ba'zilar Twitterda bir videolarni chiqarib qo'yibdi, shu qumushni ko'ydirmakning qanchalik tasligi. Uni o't yiqib ko'ydirman desam xili taskan endi. Ashtaq tajribalarni qilib ularni chiqarib qo'yib o'tiribdi. Bu jihatda xili cho'ng gap so'zlar bo'yotdi hozir medialarda. Ikkinchi yana bir cho'ng xabar bu sohada 11-oyning 24-kuni Trump bilan Xi Jinping telefonda so'zlashdi. Bu telefonun to'g'riliq ziddiyatli gaplar ko'p chiqib ketdi. Ba'zilar Trump Xi Jinpingdan talab qilibdi deb, yana ba'zilar Xi Jinping Trumpdan talab qilibdi deb. Ondan keyin Wall Street Journal degan gazet umu xato ma'lumot bilan maqola e'lon qilib Trump talab qilibdi degan. Ashta amaliyotda buni Xi Jinping talab qilgan ekan. Bu aslidagi telefondagi maqsad nima desanglar, yaqinda Yaponiyaniki baş ministeri Takaichi xonim Tayvan ishi to'g'ri gap qilib, agar Tayvanga bir ish yuz bersa, biz qurolli aralashamiz deganday har vaqt gapni qilgan. Buningga Xitoylar intan qattiq chichanlab ketdi hozir. Chichanlab har xil vositalar bilan besim ishlab qilyotdi, davomlashyotdi bu. Iqtisodiy jihatga besim bor. Andan keyin tunugun Şanxayda uyun qilayotgan bir yapılık ayol uyun qiyotsa Şanxayda teatrxonada numurlarni ko'rsatib eng oxiri kelgan chog'da u mikrofonlarni o'chirib butun zalning to'kini o'chirib o'tib u qizni ichib ketdi sahnadan, ayolni ichib ketdi. Mushtaq ish bo'ldi. Yana bir Yaponiya artistniki planlangan oldimizda qo'yilgan o'yini bekor qilindi. Xitoy hozir Xitoy Kompartiyasi o'ziniki qaysi darajadagi lukchak ekanligini namoyon qilyapti bu sohada. Bir madaniyatlashgan davlatlarda bunday ish bo'lmaydi. Qotgan ishni qarasanglar, sahnaniki chirig'ini o'chirib o'tib, mikrofonni o'chirib o'tib, o'yin qilayotgan naq maydonda ashta-ashtani qilib mushta bir ish bo'ldi. Bu yerda asosiy gap hozir endi Xi Jinpingniki Yaponiyaga chiqib patmoq uchun maqatimga telefonda asosan
Trump'dan yordam so'rabdi. Yaponga bir gap qilgan bo'lsang, Tayvan ishiga aralashmagan bo'lsa deb yordam so'rabdi degan gaplar o'tirib chiqyotdi. Ben de konkretni zaten neyim boğalıqını aniqlab lekin köpünçe adamlar mush gapni deyotdi. Trump'dan Yaponiyaga besim ishlatishni talab qildi deb. Trump Xi Jinpingni ko'rish bo'lgandan keyin Yaponiyaga telefon qilib Takachi xonim bilan so'zlashdi. So'zlashganda bu vaqtda haqqism gaplar o'tirib chiqib ketdi. Trump Takachi xonimga besim ishlatibdi. Xitoyga bilan Xitoy qarta qilgan gap so'zlarga diqqat qilsang, ziddiyatlarni cho'ngaytiradigan ishlarni qilmagan bo'lsang deb mushtaq gaplar o'tirib chiqqan. Lekin buni Yaponiya hukumati inkor qildi. Bunda ish yo'q deb. Trump bundan talab qilganim yo'q. Yaponiya bu sohada bo'shlig'ini yo'q deb. Yaponiya haqiqatan bo'shimidi bu jihatda. Hozir intan qattiq xabarlarda bo'lsa Xitoy shu 49 yildan keyin, bu yaqinqi 80-yillardan boshlab Yaponiyani intayin buzoq qilib ketdi. Bu aynı vaqtda Jinguojuyi deydi, endi Yaponiyadagi podshoh armiyasi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida nurg'iylarni besib olib, bu qilgan bilan agar Yapon xalq bilan aralashsanglar, bu xalqniki naqadar oq ko'ngilligini his qilasizlar. Ajoyib oq ko'ngil. Bu oq ko'ngillikda Uyg'urlar qo'shab qoladi bular. Ashta boshqa 80-yillardan keyin Yapon hukumati, Yapon xalqi ikkinchi dunyo urushidagi Xitoy qilgan tajovuzlik urush ishlari to'g'riliq o'zini bir xil gunohkor hisoblab, shu gunohini yuyimiz deb Xitoyga intayin ko'p miqdorda iqtisodiy yordam qildi. Wulishi deydi, o'sim yo'q pul. Har yil birdi, shundaq jiq pulni berdi Yaponiya Xitoyga. Xitoyniki hozirgi taraqqiyot etishida ashdaq pullarning to'pisini aytib cho'ng. Ammo Xitoychi desa, Xitoy bu to'g'riliq hech qanday gap qilmay, minnatdorlik bildirmay, xalqiga hech demay, fursatli bo'lsa Yaponiyani tillab, Yaponiyani ayblab, ikkinchi dunyo urushini bahona qilib, ayni vaqtda tajovuzlik urushini bahona qilib. Ashta qitli keldi. Yaponlarni intan bichara qilib etgan bo'lar. Yaponlar tishlab shu yordamni qildi, yama gap qilmaydi. Xitoylar hadislamkin Yaponiyani 5 to'qmoq bilan 5 urdi, har yil urdi, ashta qilib kelganda Maqatim Takachi xonim endi tunji qitim endi yeta, endi qilganing bo'la deb boshqa yo'l tutyapti hozir. Ashta boshqa buni Xitoy intan chidayamay qoldi hozir. Chidayamay qilib uni buni qilib hozir Trump telefon qilib, Trumpni bir narsa desang degandek boshqa qilyapti. Hatto yaqinda men bir video ko'rdim. Ba'zi bizning vatandagi Uyg'urlar ishlagan video ekan. Yaponiyaga bormanglar, Yaponiya bexatar emas, Xinjiang bexatar, sayohat qilganlar Xinjiang kelinglar degandek bir videolarni ishlab faqat qiltiribdi. Hozir Xitoy Yaponiyaga sayohat qilishga bilet ep qo'ygan Xitoylarniki biletlarini atkazib qo'yib, Yaponiyaga bormaslik to'g'riliq ashta sharkat epiryapti. Ajoyib razilliklarni qilyapti bu jihatda. Shu Takachi xonimniki degan gapi sababidan endi. Endi bu Xi Jinping bilan so'zlashib bo'lib, undan keyin Yaponiyaga so'zlashib bo'lgandan keyin Trump xalqlarga degan gapida bizning Xitoy bilan nihoyatda kuchli o'zaro munosabatimiz bor, nihoyatda kuchli munosabatni vujudga keltirdik deb yana Xi Jinpingni maqtaydigan, Xitoyni madilaydigan gaplarni qilyapti Trump. Trumpni hozir endi bizning yerli tilimiz bilan aytgancha bir mazlashdi degan kelyapti bu odam. Bu dunyo ajoyib ekan. Bulubmi Uyg'urlarniki yuragi qon hozir. Bu necha million Uyg'urlarni o'ltirayotgan bir jallod bu. Ashtaq bo'lsa endi yashamagan chog'da maqtamay turish kerak. Hozir endi fursat bo'lslamkin yana shuni maqtab ketyapti. Mushqatim qilmish telefon masalasida bizniki Amerika bilan Xitoy o'rtasida intan kuchli hamkorlik munosabati o'rnatildi bu deb ashtaqdayapti. Qolgan ishlar qani? Mushtaq bir ish bu ajoyib bir ko'ngilsiz ishlar bo'lyapti. Xitoyda yaqinda necha kun oldida
11-26 günü bo'lgan yana bir ish, mana bu Xitoyniki yana bir cho'ng oila mulkiy shirkati bor, Vanke deydigan shirkat. Bu shirkat shu uy nima qurilish bino silish soladigan mablag'ini azaytibdi. Hozirga qadar Xitoyniki shu uy mulklariga kelayotgan mablag'i izchil turda o'sib minayotgan ekan. Lekin bu yil tunji qatim o'tgan yilga qaraganda nihoyatda jiq tuallabdi hozir. Bu shuning bilan hozir shu Vanke degan uy mulkiy shirkatimi vayron bo'lishi mumkin degan parada o'tirib chiqdi. Shu 11-26 kuni Paychak bozorida bu shirkatniki paychaki 50%dan ko'proq tushib ketib, oxirida 35%dak tushib to'xtabdi. Hozir kishilar bu shirkat vayron bo'ladi, davatidi. Burungi Vanda degan shirkat bor, Isnada bor. Xandama bir shirkat bor. U shirkat vayron bo'lgan, hozir Mamu vayron bo'ldi. Ma shirkat andi qasam ikkinchi cho'ng shirkat ekan uy mulki jihatda. Ashaq bo'lganda Xitoyniki uy mulki sodisi eg'ir vayronchilik uchraydi deydi. Hozir uylarning binosi tez tushyapti. Ba'zi yerlarda 50% tushib bo'ldi yerda. Mana bo'ldi deyapti. Hozir endi Xi Jinping 2028 yili 21 qurultayda yana qayta saylanishga qattiq tirishyapti deyapti kishilar. Endi unda tirishmasi bo'lmaydi. Sababi nima desa, agar Xi Jinping huquqidan ayrilsa, buni xalqlar o'ldiradi. Bunun dushmani bek ko'p hozir. Shunga buniki hayot qilishiniki birdan-bir usuli huquqdan tushmaslik endi. Ashta bu boshqa bu butun kuchi bilan 2028 yilgacha yana shu keng qatamni davomli huquq turish uchun tirishadi. Lekin shunday qilish uchun bu ikki cho'ng masalani hal qilish kerak. Birinchisi, hozir Xitoyniki armiya qo'mondonlari, yuqori daraja qo'mondonlaridan intayin jiq odamlar qo'lga olinib ketdi. Bu oldi bilan shu bo'shliqlarni to'ldirish kerak endi. Bu jihatda ilib bilayotgan ishlar ancha ko'p emas. Bu birinchi shart, ikkinchi sharti Xitoyning iqtisodini o'xshash kerak. Xitoyning iqtisodi hozirmi nihoyatda tez suratda natijalashib yaqindagi ba'zi videolarni ko'rsanglar, ko'chalarda uxlab ketgan odamlar, ishsiz, bir yerni ijaraga yotgandagi yeri yo'q, shu ko'chalarda uxlayotgan, anadagi axlat sanoqlardan yeydigan narsalarni tirib yeyotgan degandek ashtalar bo'lyotdi. Shunga birisi iqtisodni o'xshamasa, ikkinchisi harbiy qo'mondonlar masalasini hal qilmasa, Xi Jinpingniki ikkilar qatimiz huquqda davom ettirishi intayin xatarlik. Hozir endi Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi raqobat 3 sohada olib borilyotdi. Uning birisi kam uchraydigan metallar. Bu ish hozir mutaxanat ig'ir darajada. Ikkinchisi sun'iy aql. Men o'tgan darslarga bu vaqtda deb berdim. Xitoy hozir bizning vatandagi Qumul viloyati tavalligida intayin cho'ng sun'iy aql kompyuter bazasi quryapti. Bu jihatda Amerikaga raqobatlashadi. Uchinchisi yadro bombasi jihatda. Bu 3 sohada Amerika bilan qattiq tutishyapti hozir. Yaqında chiqqan yana bir xabar bizniki vatanda bu Tarim vodisida intayin ko'p pomidor ishlab chiqariladi. Bu pomidorni bu Xitoy ketchup degan bir narsa bor, bu mayda pishirgan nimaga yang uyg'urcha deymiz, qattiqmi. Ashunga quyib yeydigan bu narsa orqali nihoyatda ko'p eksport qildi. Yaqında İtalya'daki bir o'rin bu ishlarni pash qilib, Xitoy Tarim vodisidan bizning vatanda chiqqan pomidorlarni İtalyadan chiqqan deb marka chaplab sotadi ekan. Yaqında bu narsa pash bo'lib, hozir Italiya Xitoydan pomidor mahsulotlarini akrashni to'xtatdi. To'xtatgandan keyin Xitoyning pomidorlari bizning vatandan chiqqan pomidorlar jiq tugulinib sırt çıkanmay veyran boğan bir ahval. Müştoğluq bir yaqında bir xabar chiqdi. Şu neçə günün içindeki çoğunluq xabarlarının yana birisi
1989 yılı 6. ayın 4. günü Tiananmen qirg'inchiligidan burun Beyjingda yuz bergan bir ahvol bor. U nima desanglar, shu chog'dagi Xitoyniki 38 grup armiyasi, 38 grup armiyasiniki boshlig'i Shu Chinshan degan bir Xitoy. Shu chog'da buningga Beyjingga askarlarni kirgizib, Uyg'urlarni deyman, o'quvchilarni bostirishga buyruq berganda bu odam ijro qilinmoqda ekan. Bu rasmiyat to'g'ri emas. Bundaq cho'ng ishni cho'qim xalq qurultayidek o'rinlar qaror olish kerak. Undan boshqa markazdagi boshqa bir qism boshliqlarmi buni qo'l qo'ymagan ekan. Masalan, nima u Jiangzemin emas. Zhoujiangni qo'lga qo'ymabdi ekan. Endi bir qanchalar bor ekan, ashta boshqa buni ijro qilinmabdi ekan. Shu chog'da bu odamni harbiy sotqa tortib 6 soat harbiy sotqa tortib, keyin bu kishiga 5 yillik qamoq jazosi bergan ekan. Shu kishi shu yig'inda deganda bu ishniki rasmiyati to'g'ri emas. Bunda ishni qilsa bir odam ya qahramon bo'ldi yoki tarixniki bir dushmaniga aylandi. Men bunday buyruqni ijro qila olmayman. Xalq armiyasini, xalqni bostirish ishlatgan buyruqni ijro qila olmayman degan gaplar bor ekan. Shu video 6 soatlik video yaqinda chiqib ketdi. Tarqalib chiqib ketgandan keyin bo'lgandan keyin Xitoyniki markaziy bexatarlik idorasining birinchi va ikkinchi qo'llari huquqidan olib tashlandi ishdan keyin. Bu bir cho'ng xabar bo'lib ketdi. Hozir shuni deb qo'ydim. Endi 4-mazmun bugun so'zlaydigan Amerika xabarlari. Amerika xabarlaridan birisi Trump necha kun oldida 26-sida Nigeriyaga harbiy kuch bilan aralashish, Nigeriyani ishiga to'g'riliq bir gaplarni dedi. Nima bo'ldi desanglar, Nigeriyada hozir aqtallik xristianlarni bostirish ishlari bo'lyotdi. Ashta bo'lg'achqa biz harbiy orqali aralashib, bularni to'simiz deb ashta deyotdi. Ma xabarni nima qilaysizlar desanglar, Sharq Turkistonlarda Uyg'urlarni bostirish ishlari intayin ig'ir olib berildi. Bir narsa Xitoylar medialarni qattiq kontrol qilib olish uchun bizning vatanda bo'lgan ishlar to'g'riliq video rasmni sirt chiqolmaydi. Lekin yo'q qilingan Uyg'urlarning soni bek ko'p. Bir necha million keladi. Bu jihatda Uyg'urlarning ahvoli Nigeriyada yuz berayotgan ahvolga qaraganda solishtirg'ili bo'lmaydigan darajada ig'ir. Lekin bizdagi bu ko'rinishlar chet elga aynan chiqolmaganligi uchun bu Uyg'urlar to'g'riliq, ustiga Uyg'urlar musulmon bo'lganligi uchun Amerikadagi bir davlat harbiy aralashishimiz degan gaplarni qilib boqmadi. Lekin davlatga shadavotdi. Men ko'rib shu ashlarni o'ylab qoldim biroz. Yaqindagi yana bir cho'ng ish Amerika shu Ukraina bilan Rossiya haqida bir 28 modellik tinchlik kelishimi yaqinda o'tirib chiqib qoldi. Buni aslida o'tirganda oshkora chiqarish plani yo'qdek, lekin buni bir kim oshkorladi. Hozir ba'zilarning deyishicha yoki Rossiya oshkorladi deydi. Bu ishni yuziga payliq bo'lganligi uchun yoki Amerika hukumati ichidagi bu ishga qattiq norozi bo'layotgan ba'zilarlar oshkorlab qo'ydi degan gap bu emas, anglashib qo'yibdi. 28 modellik tinchlik kelishimini Amerika buni o'tirib chiqadi. Shunga munosabatlik Amerikaniki Trumpniki bir vakili bor, Rossiya bilan suhbatlashayotgan Steve Witkoff degan odam. Mush odam bilan Rossiyadagi Putinniki vakili Yuriy Ushakov degan odam. Mush ikkisini o'rtasida qilishgan bir 5 minutlik telefon so'zi bor ekan. Mush telefon so'ziniki teksti yaqinda chiqib ketdi o'tirg'a. Mush tekstni o'tirg'a chiqarayotgan, pashqayotgan odam ya Putinning adami deydi yoki Amerikaniki hukumatining adami deydi. Mushlarga norozi bo'lish uchun. Bu telefondagi ko'rishish nima uchun bir cho'ng xabar bo'lib ketdi desanglar, Amerikaning vakili Steve Witkoff
Rossiyanın vekiliga Putinni darhol Trump bilan ko'rishish. U chaqda Trump Zelenskiy bilan ko'rishmoqchi ekan. 17-sila. 11-ayning 17-kuni deyman menimcha. Yo'q, unday emas ekan. 10-ayniki, 10-ayning 17-kuni Zelenskiy bilan Trump ko'rishmoqchi ekan. Endi ma'u Amerikaniki vakili Rossiyaning vakiliga debdikin Putin darhol Trump bilan ko'rishsin. Trump Zelenskiy bilan ko'rishishdan burun Putin ko'rishib, ondan keyin Trumpga manda gaplarni desin deb o'gitibdi. Nima gaplarni deydigan desanglar, gapni shu O'rta Sharqdagi ma'u nima Gazadagi urushni to'xtatish to'g'risidagi kelishimdan boshlab yaqinda sen mana bir kelishimni o'tirib chiqarding. Tinchlik kelishimi bu ajoyib isl bo'ldi. Sen bek ulug' dohi, tinchlik dohisi, bu dunyoda hech kim qilib boqmagan ishni sen qilding deb Trumpni tas maqtib etib, undan keyin bizmi sen tayyorlagan shunga o'xshash bir tinchlik kelishimini tayyorladik. Bo'lsa shuni bunday qilgan bo'lsa, rahat gapmishda qilgin deb o'gitibdi endi. O'gitgandan keyin u chaqda 28 modellik narsa o'tirib chiqqan chaqda Trumpni aytib qo'llab ketgan dastlablamkin. Ana ashta qo'llab ketishida abaki o'gatgan Trumpni maqtab Putin'niki Trump'ın maqtashiniki roli cho'ng bu ishlarda. Ashta boshqa bu pash bo'lib, nayt cho'ng bo'lib ketdi. Bu yerga muhim ishlarniki birisi nima desanglar, Amerikaniki vakili Witkov Amerika davlat manfaatida turib emas, Rossiya davlat manfaatida turib bu ishlarni qilayotganlar endi. Ashta qilib bu narsa o'tirib chiqdi. Hozir bu ishniki xalqarodagi ta'siri intan yomon. Bo'libmi Amerikaniki do'stlari bu ishlarni qattiq tushishdi. Mush bilan Amerikaniki yuzimi qattiq tushdi, inovati qattiq tushdi. Bundan keyin bu ishlar nega bordi qilolmaydi. Xuddi Rossiya urush qilib ololmagan yerlarning hammasini mush kelishim bilan Rossiyaga o'tkazib beradigan ashtaq mazmun bor bu 28 modellik kelishimda. Shunga yaqinda bu ishlar nayt cho'ng xabar bo'lyotdi. Bir kun chiqqan xabarda Amerikan Trumpniki vakili Witkov yana Putin bilan ko'rishga bor ekan Rossiyaga. Bu ishlarning oxiri bitmadi. Hozir mening bilishimcha Yevropa Birligimi bir 20 modellik tinchlik kelishimini o'tirib chiqardi. Mana paranglar bo'lyotdi. Lekin buni oxiri chiqib bo'lmadi. Chiqib munosabat bilan Trumpniki obrazi obro'yi jihatga keltirgan yomon narsalar eg'ir hozir. Tunagun anlasam Amerikadagi Cumhuriyetçi partiyalarning ichidami bir qism eg'ir noroziliklar chiqib, ba'zi senatorlar kelar yildagi saylovga qatnashmaslik, istiqo bir chikitish, mushtaq narsalarni ulashayotganlar o'tirib chiqibdi hozir. Ashta qilsa Amerikaniki Cumhuriyetçiler bilan demokratlarning o'tirishidagi huquq tangpongligi bu jihatdagi ishlar bundaki qanday olib ketadi uqilolmaydi. Ishqilib bir xil yomon oqibat bixlayotdi hozir. Yaqinda chiqqan yana bir cho'ng xabar 11-oyniki 21-kuni Trump bilan bu New York shahriga yangidan saylangan Zohran Mamdani degan ikki odam bir kurashdi Oqsaroyda. Trump qabul qildi munosabat qanchaqda. Bu kurashdan burun Amerikada bir cho'ng tavrash bo'lib ketgan. U nima desanglar, bu noyatliqi tarixda ko'rilgan bir qancha cho'ng voqealar bor ekan. Masalan, mushlash chempioni Muhammad Ali bilan Yemir odamniki mushlash musobaqasi. Ayni vaqtda musobaqa bo'lgan vaqtida Yemir odammi qat o'tirib boqqan odam emas ekan. O'tirib boqqan emas, Muhammad Ali yangidan chiqqani mushkisniki mushlash musobaqasi bo'lgan vaqtida bütün Amerikalılar diqqatini shunga shu yerga markazlashtirib, qanday bo'lgandi deb ashta bir ishlar bo'lib ekan. Yaqinqi vaqtda Tesla shirkatining boshlig'i Elon Musk bilan Facebook'niki qurg'uvchisi ikkisimi bir mushtlashmoqchi bo'lib, bir ish bo'lgan chaqdimi Amerikaliklar shunda diqqatini shu yerga markazlashtirgan. Maqatimki Trump bilan Mambadiniki kurashishimi shunday bo'ladi deb kishilar shunday o'ylagan. Lekin bular 30 minutlik kurashib, nihoyat xushal
Aştaq muhbirlarning oldida aştaq yenib chiqib bir-birisining dumbilariga urushib degandek ajoyib ishlar bo'lib ketdi. Shuning bilan bu aslidagi qilgan faraz qat'iy bo'lmaydi endi. Masalan bir video bor, shuni bir ko'rsatib qo'yay sizlarga. Videoni silib qo'ygan. Şuna bu kurushish ish qilsa qat'iy kishilar o'ylagandek bo'lmay, boshqacha bir ish bo'lib qoldi endi. Qiziq, men bir qiziqarli bir video bor edi. Shuni sizlarga bir ko'rsatib qo'yay deb o'ylagandim. Twitter'dan ya. İşte tekshirib boqay. Halqi bu ikkisiniki kurishini o'xshatib bir narsa qildi ekan. Nihoyatda qiziqarli. Men topolmay qoldim. Qiziq, topolmay qoldim. Kechiringlar, bir qiziqarli video bor edi. Men ulanishni nimaga shu videoni ostiga videoni ostiga chiqarib qo'ygan, shuni ko'rib olinglar. Ishqilib ma ikkisiniki ko'rishi Trumpni Mamdani faşist deb atadi. Trump ama kurishdan burun Trump Mamdanini kommunizmchi, sotsializmchi deb atadi. Tilishib ketgan bo'lar. Bular bu kurishganda u narsa butunlay yo'q, bir istaklam yo'q bo'lib ketib, ikkisi qo'shal ashtaq chiqib muxbirlarga kurishdi. Shu haqlar shunchaki hayron qoldi bu ishga. Lekin bu kurish bo'lgandan keyin Mamdani New York qaytib berib, nimani Trumpni yine faşist deb yine shuna deyotdi. Bu ishlardan nimani ko'rildi desanglar, siyosatchilarga ishonmaydigan bir gap bor. Xalq orasida, mayli g'arb bo'lsin, mayli uyg'urlar orasida bo'lsin. Bu qatam bu aniq namoyon bo'ldi endi. Ashundaq bir-birini tilishib ketgan odamlar kurashgan vaqtida uniki hech qanday izi yo'q. Bir istaklam yo'q bo'lib ketib, boshqacha bir ish bo'lib, ammo kurish bo'lgandan keyin ham yine Mamdani New York'a berib, yine Trump'ni yine faşist deb tilayotdi. 26-yilda Amerikada yambirish bo'ldi. Afg'onistondan kelgan Rahmonullah deydi, Rahmonullah Lakanval degan bir bola 29 yoshgan. Oqsaroyninki yenida ashada ishqilayotgan Amerikaniki National Guard deydi, askarlar bor hozir. Tartib saqlayotgan. Shulardan ikkisini etib etdi. 26-yilda 3 kun oldida. Etib etib, bularning ichidagi Sara Beckstrom degan bir 20 yoshli ayol o'lib ketdi, keyin doktorxonaga o'lib ketdi. Yana birisini aytdi ig'ir yardar. Mavo Rahmanullah degan bolami, u mu yardar hozir doktorxonada. Shunaqa bo'lib, bir voqea bo'ldi. Bu cho'ng xabar bo'lib ketdi. Bu Afg'onistonlik bola o'tganda Biden Amerika askarlarini Afg'onistondan rasvolacha chiqib ketgan vaqtida Amerikaliklarga yordam qilgan kishi qatorida kelgan ekan Amerikaga. Akilib ashta qilgan ekan, uniki 3 mi yo'q 5 mi bolasi bor ekan buningdagi. Ashta bolalar bilan hamma Amerikaga kelgan ekan, tapancha bilan ikki askarni etib birisi o'lib ketdi endi. Bu hozir Amerikada naydi cho'ng bir g'ulg'ula qo'zg'ab ketdi bundan keyin. Shu munosabat bilan tunugun Trump Twitterga naydi uzun bir uchur yozib, 3-chi dunyo davlatlaridan Amerikaga tekshirilmay kelgan kishilarniki 3-chi dunyo davlatlaridan Amerikaga tekshirilmay turib qabul qilinayotgan ko'chmanlarni butunlay to'xtamaylar dedi. 3-chi dunyodan kiradigan ko'chmanlarni butunlay to'xtamayman, maishalarning oxirini bir taraf qilib qo'ychilik degan ma'nosini o'tirib qo'ydi. Bu mu cho'ng xabar bo'lib ketdi.
hozir Trumpniki shu chiqargan Twitterga chiqargan narsani ko'rganlarning soni 2,5 million bo'libdi hozir. Ondan keyin Şun maaş abiyetin Afganistan'daki askerin atqayışıyla münasebetlik. Şun bu işte bundaki qanday özgürlük mağıldı kullanmaydı. Hazır Trump'ın ayeti xapa bu işqa. Şun dünyadan dövletlerden keldiğin köçmenlerini to'xtatib etmen degan narsani o'tirib qo'ydi. Shu qadimki uchurda o'tirib chiqqan Trump'daki yozgan narsada. Yana bir narsa Biden vaqtida nihoyatda ko'p ma'muriy buyruq chiqargan Biden chiqarib nurg'u ishlarni o'zgartgan endi bu. Yaqinda tashvisa Biden chiqargan ma'muriy buyruqlarniki mutlaq ko'p qismiga o'zi imzo qo'ymay bir mashina imzo qo'ygan ekan. Amerikada mustaq Avstraliya ishlatilgan mashinasi bor. Haligi hamma xatlarga imzo qo'yishga ulgurmaydiganligi uchun shu mashina imzo qo'ydi ekan prezidentniki imzosini mashina qo'ydi ekan prezidentning imzosi o'xshash qilib o'xshatib endi Biden chiqargan nurg'un ma'muriy buyruqlar ashtaq buyruqlar ekan shunga hozir Trump undaq buyruqlarniki hech qaysi kuchga ega emas balki muhim masalaning birisi nima desa hali jiq ma'muriy buyruqdagi mazmundan Bidenning o'zining xabari yo'q ekan xalqlar uni yezib Bidenniki nomida imzo qo'yib mashina imzo qo'yg'izib o'tirib chiqarib shunaqa ishlar bak chiqqandi bo'lib ketganka shunga Trump tunugunki uchurda shu ma'muriy buyruqlarning hammasini bekor qilib o'taman dedi. Bumi Amerikada cho'ng to'lqin paydo qiladi, guldirmoma paydo qiladi. Nima ish qilsanglar Bidenniki chiqargan bu ma'muriy buyruqlarning ichida o'ziniki o'g'liniki gunohini kechirib o'tish degandek nurg'un narsalar bor endi. Şuna bu mu bir çoğun xabar bo'lyapti hozir Amerikada. Ma bu bunda bugun söylegan 5-chi mazmun dunyo xabari haqida. Dunyo xabari haqidagi bir cho'nroq ish nima desanglar, yaqinda Ukrainadagi bir qism davlat rahbarlariniki rahbarlashida cho'ng masala tug'ildi. Nima desa, chirikchilik. Amerika va dunyo Ukrainaga qilgan iqtisodiy yordamni Zelenskiyning atrofidagi cho'ng boshliqlar yeb ketgan ahvol. Buning ichida Zelenskiy bilan 15 yil birga yurayotgan Zelenskiyning eng yaqin do'sti ham qo'g'irchisi tashqi ishlar ministri demas nimaniki Ukrainaniki shu odam bor. Shuni uyini aqtidi hozir. Tunugun aqtiribdi uyini. Ashta qilib ig'ir chirchilik masalasi pash bo'lyapti Ukrainada. Bu ishniki oqibati intayin yomon bo'ladi. Nima deganda hozirgacha Ukrainaga yordam qilayotgan davlatlarning hammasi bunday yordam qilmizmi, qilmaymizmi degan ish to'g'ri o'ylanish kerak endi. Baga yordam maqsad qilingan ishga ishlatilmay bir qancha odamlarga yanchiq kirib ketsa, qolgan davlatlarmi yordam qilishni to'xtatadi degan gap. Bu ish hozir Ukraina uchun intayin cho'ng foydasiz ish. Bu qanday qaysi tarafga taraq qiladi buni kim bilamiz. Bugun so'raydigan 6-mazmun 11-oyning 13-kuni New York gazetiga bir maqola chiqdi Xitoy to'g'riliq. Men o'tganki videoda Xitoy to'g'riliq ba'zi bizga va dunyoga foydasi falan degan. Bunga nurg'ularimiz ko'ngli yerim bo'ldi. Meniki shundoq. Endi bu maqolada hozirgi Xitoydagi bir qism yushurun yoki oshkora masalalar o'tirib qo'yilibdi. Xitoyning iqtisodiy yanam nachar shu narsalarmi bor. Abayta mazraq dedim sizlarga. Men shu gazetga chiqqan mazmunlardan bir qancha narsalarga daparay dedim. Bugun 6-mazmun qilib Xitoy to'g'riliq bu New York davri gazetida nim debdi. Mana bir nechta deb qo'yadi. Uning birisi Öymülük bozordagi krizis, men abaytin dedim buni. Buni aytib, hozir shu tarafga qarab ketyapti. Xitoyniki öymülük bozori gumron bo'lish tarafga qarab ketyapti. Buni bu gazetni debdi. Andan keyin ikkinchisi Xitoydagi bexatarlik qurilmalariniki mag'lub bo'lishi. Buningda hozir Hong Kongdagi o'tni ko'rsanglar bo'ladi. Shundan bir misoli.
Hani Xitoyniki u bu yerlarda to'xtamay portlashlar zavodlarda to'xtamay bo'lyotidi. Xitoylar bu ishlarni xabar qilmaydi. Tez suratda bostirib xabarlarni yushirishga tirishadi. Ancha muncha chetlarga chiqib qoldi, lekin bu jihatga masala intayin og'ir magazin degan. Uchinchisi Xitoy hukumatiniki Xitoylar jonlang jonsa deb qo'ydi. Urushqoq bo'ra siyosati deb tashqi ishlarda hamma davlatlar bilan urushib degandek ashla qilyotidi endi. Masalan, hozir Yapon bilan urushyotidi yaqinda. Mushu siyosatini o'tla qapti. Mushu siyosati Xitoyni barg'ansiri yolg'iz qoldirdi deydi. Ondan keyin to'rtinchisi harbiy jihatdagi kengaymichilik. Buni bilamiz. Men aytganda ularga farq yasash jihatdagi ishlarini deb qo'ydim. Hozir Janubiy Xitoyniki Janubiy dengizida to'xtamay u bu yerlarda masala tug'dirib, Tayvanga tahdid silib degandek dunyoninki hammasini jiddiylashtiryapti Xitoylar harbiy jihatda. Mush masala o'tirib qo'yibdi. Beshinchisi Xitoy hukumati hozir iqtisodni qaytadan yaxshilaymiz deb intayin jiq pul besib taqtyapti bular. Mana yaqindan taqatgan pulniki miqdori trillion yuandan ko'p endi. Trillion yuanlab pul besib bular taqitib ishlab qo'yatdi. Shunga bu gazetaydi mushumu Xitoyniki iqtisodni texnik nacharlashtirdi deydi. Anki buningda o'mlik bozoriniki Xitoy iqtisodini keyniga tortib minish ehtimoligi bak cho'ng. Hozir qadar Xitoy iqtisodiniki 25-30% mana shu o'mlik bozoridan keldi ekandik. Kirimi, iqtisodiy kiriminiki. Hozir bu ig'ir buzg'unchilik uchuridi. Shunga bu jihat ishlar nacharlashadi. Xitoy qanchalik pul besib taqasimi bu ishlarni o'xshamaydi deydi. Oltinchisi Xitoyniki elektronlik savdo sohasidagi taraqqiyoti intayin asta bo'lyotidi deydi. Elektronlik savdo degani Amerikadagi Amazon, eBay degandek, Xitoydagi Alibaba degandek shirkatlarni ko'z oldiga olib kelsa bo'ladi. Mushsadagi ishlari intayin taraqqiyot asta deydi. Yettinchisi Xitoyniki eksport bozori xatarlik, ig'ir masalalarga duch keladi. Duch kelyapti amaliyotda hozir Yevropa Xitoyniki elektronlik mashinasini to'sdi, masalanga Amerikani to'sdi. Nimani to'sdimi? Abayatan texi Xitoyniki Pandursini to'sqanligini dedim. Xitoylar bu eksport qilmasa mallarni, buniki iqtisodiy tugishidan endi. Ashta bu boshqa budjetga ahvol intayin ig'ir. Aniki Xitoyniki alam texnologiyasi sohasida bu ig'ir masala bor. Masalan, yaqinda bularniki Shenzhou 20 degan bir raketasi mag'lub bo'lib ketgan osmonda. Yaqinda yana Shenzhou 22 degan yana birsini otdi bo'ldi, osmonga chiqadi. Lekin muvaffaqiyatlik bo'lish bu jihatda Amerika sektorgan chog'da Xitoy intayin orqada deydi. Andan keyin 9-si Xitoyniki yerim o'tkazgich texnologiyasi jihatdagi ig'ir darajadagi bo'shliq. Amerika yerim o'tkazgich texnologiyasidagi yumshoq detallarni Xitoyga bermay, ularni ishni to'xtatib qo'ysa, Xitoyning butun bu jihatdagi sanoati yetib qoladi endi. Ashta bu boshqa bu jihatga ahvoli nachar deydi. Ma gezda o'tirib qo'yilgan narsamiz shu. Shunga men o'tganda Xitoyniki shu partiya yasash bu jihatdagi ishlarni biroz deganda ehtimol qarindoshlarning ko'ngli biroz yerim bo'lib qoldi deb o'yladim. Shunga Xitoyda hozir bunday masalalarning mumkin borligini tilga qo'yib degan gaplarni deyishim. Hozir endi Xitoyda ko'rilayotgan eng cho'ng masala nima desanglar, Xitoy hukumati Amerika bilan dunyoga xo'jayin bo'lish o'rnini talishib, xalqni intayin nachar ahvolga qo'yib qo'ydi. Shunga bu pullarni shu Amerika bilan tepishadigan yerlarga bak ishlatib, ular xalqlik qari yo'q. Mushundoq ishlar shundan hozir xalqni ig'ir kulpat ichiga qilib qo'ygan ahvol bor. Xitoydagi ishsizlik intayin ig'ir hozir, yoshlarning ishsizligi 20% dan yuqori.
bu iqtisodiy kelajak kapolatga ega bo'lmaganligi uchun Xitoydagi yoshlar to'y qilishdan qo'rqib o'yin boqolmayman deb. Ashundan bilan Xitoydagi nupusniki chekinish ahvoli, nupusning ozish ahvoli intayin og'ir. Nupus ozayib ketdi degan gap, hozir sinib bo'lgan uylarni oldiga odam yo'q degan gap endi. Bu ikkisi bir-biriga bog'lanishliq endi bu ishlar yuz beryotidi. Ondan keyin Xitoydagi ruhiy kasallik ahvoli intayin og'ir ekan. Bu mana shu gazetda maqolada, New York davriy gazetida chiqqan masala. Ondan keyin Xitoy burun pat-pat vatanparvarlik tarbiyasini ep berib, shu orqali xalqini nachar ahvolga taqobil turish, nachar ahvollarga chidash, o't chöp yashasimi, hukumatga norozilik bildirmaslik ishlarini jiq qiladi Xitoy. Nima gazetaydi? Hozir bunday ishlar, bunday siyosat Xitoyda ishlamaydi deydi. Bu jihatda zo'r o'zgarish bo'lib ketdi. Shunday qilib, bugun so'zlaydigan mazmunlar shunchalik. Kelar qatim ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.